20dan 26-gacha chegarasiz drive e'lon qilingan. Rassrochka ochildi o'zining tan narxi. Podpischilarimizda rassrochka deb boshqa deb shubha paydo bo'lyapti. Ya'ni ustiga pul qo'shiladimi, boshqa bo'ladimi? Yo'q, bularda o'sha o'zining tan narxini bilib beramiz. 10 million chegirma plus rassrochka, undan tashqari chegarasiz drive, dargoga 20 million chegirma. Yaqinlar bundan foydalanib qo'yinglar. Ushbu avtomobilimizga bo'lgan chegirmalarni aytdik, 10 milliondan 20 milliongacha bunga. 1 yildan 48 oygacha, ya'ni 4 yilgacha rassrochka qilib o'zingizni nomingizga tan narxini bo'lib to'lash orqali xarid qilsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, Barakot o'z YouTube kanali qadrli obunachilari, yaqinlar omonmisizlar. Orqamda ko'rib turganinglar Haval avtosaloni, Havalda Andijonda filialiga kelganmiz. Men telefon qilib bir qancha yangiliklarda aytishdi. Xudo xolasa hozir Qahramon akam bilan birgalikda ma'lumotlarni beramiz. Qahramonjon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, salomatmisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Charchamang aka. Andijonliklar mehmon do'st bo'lardi, Andijonliklar shedri ham, aka, xudo xolasa. Aka, xudo xolasa. Bugun nimalar boshladi aka? Aka, ketdik salon kiraylik. Yangilar bombasi bor aka. Bombalari bor, xudo xolasa yaqinlar ichkariga kiraylik, salonda ko'ramiz sizlar uchun. Mana ko'ringlar, kattagina avtomobillar, har xillari bor. Aka, nimalar qilyapmiz? Oldin avtomobilimizni tanishtirsak ham bo'ladi aka. Haval 89 ko'rib turgan avtomobilimiz, Nedaroshin 7 kishilik. Yangilik bombasi shundan iboratki, bu mashinamizga rassrochkalar ochildi, o'zining tan narxiga ochildi. Rassrochka, hamma intiqib, orzu qilib kutilgan rassrochkalar ochildi. Bu mashinamizga 89 va Dargo avtomobilimizga 20-apreldan 26-aprelgacha cheksiz besplatniy test drive'larimiz joriy etildi. Chegarasiz joriy qilinibdi yaqinlar. Mana sizlar ko'rayotgan avtomobil. Ochig'ini aytsam, Qahramonjon aka, misol uchun bu avtomobilni hali yaqinidan ko'rmaganlar qancha. Shunaqa. Ular uchun mana hozir tayyor test drive'lar joriy qilsinlar aka. Mana yaqinlar mashina juda ham katta. Avtomobilni kelinglar, o'sha kunlari test drive'lar bo'ladi. Qo'shimcha bonuslar, sovg'alar sizni kutyapti. Imkoniyat qilib, kelsanglar shularda qo'lga kiritasizlar. Xudo xolasa kelsa sovg'alar ham bo'ladi shu kuni. Ham test drive qilasizlar, ham sovg'alarni qo'lga kiritasizlar yaqinlar. Bitta mashinaning ichlarini ham ko'rsatib beraylik. Haqiqatan katta narsa mana yaqinlar. Mashina katta, kojinli o'rindiqlar isitadi, sovutadi. Massaj, xolodilnik, hamma narsalar. 360 gradus kamera, slipoviy zona, panorama tom. Hamma funksiyasi bor. Xullas avtomobilda bo'lish kerak bo'lgan hamma narsa bor. Yana bitta e'tibor beradigan jihati yaqinlar, men o'zim bilgan narsani sizlarga aytib o'taman. Avtomobilimiz Raman ustiga yig'ilgan. Bu haqiqiy внедорожник hisoblanadi yaqinlar. Xo'p, avtomobilimizga ma'lum bir chegirma ham bor. Chegirmalarni e'lon qilganmiz. Endi bir salon kelib, test drive qilib, batafsil ma'lumot olish uchun bir salonimizga kelishsanglar, обязательно chegirmasi ham bor. Chegirma. Endi aka, chegirma nechi puldan nechi pulgacha salonda mashinalarga? Shuni ham aytib bersa bo'ladi. Ma'lum bir avtomobilga mo'nja chegirma demaylik-ku. Xo'sh, Haval 89 avtomobilimizga 10 million chegirma. 10 million bunga chegirma bor, mana yaqinda 10 million chegirma plus rassrochka, undan tashqari chegarasiz drive. Foydalanib olinglar yaqinlar. H6 avtomobilimizga 10 milliondan chegirma, birinchi pozitsiyasi 20 million chegirma qilib beryapmiz. Hozirda Haval Dargo avtomobilimizga esa 20 million chegirma qilib beryapmiz. Dargoga 20 million chegirma bu. Yaqinlar bundan foydalanib qo'yinglar. Aytib o'tganimizdek, 20dan 26-gacha chegarasiz drive e'lon qilingan. Ushbu avtomobilni ham kelib, ko'rib, xarid qilib, sovg'alar bilan plus sizlar ushbu avtomobilni 20 million so'm chegirmada xarid qilib ketishingiz mumkin bo'ladi. O'ylaymanki, bu juda ham katta yangilik bo'libdi, Qahramonjon aka. Shunaqa aka, bu ham Nedaroshin yo'l tanlamasi mashina, ancha bahaybat ko'rinishga ega, yumshoq mashina. Sitina pamet, massaj, xolodilnik tizimlari mavjud, 360 gradus kamera. Mana yaqinlar avtomobillarni ko'ringlar. Podveskalari ham juda ham zo'r ishlangan. Ushbu avtomobillarda off-road, aytib o'tganimizdek, o'sha tog' rejimlari avtomobilda adashmasam 6 xil yoki 7 xil rejimlari bor. Yo'l tanlamas rejimlari bor avtomobilda. Shaxsan o'zim shu tog' hududida test drive qilib ko'rganim uchun sizlarga qo'rqmay tavsiya qila olaman. Kelib avtomobilni xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, avtomobilimiz hozirgi kunda narxi necha pulda ekan? Birinchi pozitsiyasi 399 million 900 ming, ikkinchi pozitsiyasi 429 million 900 ming tashkil etadi. 429 million 900 ming tashkil qiladi. Plus o'sha nimadan, summadan chegirmasi bor. O'sha summadan chegirmasi bor. Xo'p, hech oltini ham nimasini aytmadik. Xo'p, chegirmasi birinchi buni 3-pozitsiyasi, bu ko'rib turganimiz 370 million tan narxi. Endi buni chegirma narxida xarid qiladigan bo'lsak 360 millionga tushirib beramiz. 360 million so'mga tushirib beriladi. Qaranglar, foydalanilgan ranglar o'sha trendoviy
apelsin rangga tortadigan rang, lekin o'shini ham bilayotgan bo'lsangiz, ko'z charchatmaydigani. Haval haqiqiy offroadlarni, ya'ni crossover offroad avtomobillar sizlarga taqdim qilyapti. Ko'rib turibsizlar, ko'jalarni ushamlari, elektron boshqaruvga ega bo'lgan o'rindiqlar, avtomobil haqiqatan yaxshi ishlangan. Buni ham test drive qilib ko'rganman. Sizlarga ham imkoniyat bor, kelinglar, ko'ringlar, test drive qilib avtomobilni bemalol xarid qilib ketsanglar bo'ladi, yaqinlar. Xo'p, ushbu avtomobilimizga bo'lgan chegirmalarni aytdik. 10 milliondan 20 milliongacha bunga. 20 million birinchi pozitsiyasi, 325 millionga taalluqli. Mana yaqinlar, foydalanib olinglar. Undan keyingi avtomobil shuni ham bir tanishtirib ketaylik. Haval M6 hozirgi kunda eng ko'p sotiladigan, eng yumshoq mashinamiz hamda keng ko'rinishi ajoyib avtomobilimiz. Bunga 15 million chegirmasi bor. Bunga 15 million chegirmasi bor. Buni ham 3 ta pozitsiyasi bor, hozir O'zbekiston bozorida. Hozirda 3 ta pozitsiyasi bor. 3 ta pozitsiyada avtomobil sotiladi. Biz ko'rayotganimiz full komplekt. Full pozitsiyasi hisoblanadi. Full pozitsiyasi hisoblanadi mana. Ichlari ancha keng, sidina bagreglari bor. O'rindiqlar isiydi, lyuklari bor, monitor berilgan. Ko'rib turibsizlar, selektorimiz multi rul. Avtomobil ochig'ini aytaman, orqasi podveskasi nezavisimiy bo'lganligi uchun ancha yumshoq hisoblanadi. Ancha yumshoq, mana sizlarga bitta ko'rsatib o'taman. To'g'risi ko'p ko'rsatyapmiz, aytyapmiz, lekin avtosalonga kelib, o'zlaring ko'zlaring bilan ko'rib, test drive ko'rganlaring, bu boshqa narsa bo'ladi. Haqiqatdan mana salonda orqalarini ham bitta ko'ringlar. Orqalari ham juda ham keng ishlangan. Buni bagaj qismi ham juda ham keng edi. 808 litrli yukxonaga ega. 808 litrli yukxonaga ega. Buni 7 kishilik qilsa ham bo'lardi. Menimcha qulfagan shekilli. Qulfagan, lekin buni 5 kishilik haqiqiy o'zbekda oilasi bo'lib qolib ishlab chiqarildi. Budjetning oilaviy mashinamiz, eng zo'r mashinamiz. Hozir eng arzoni nechi pulda, eng qimmati nechi pulga ekan? 250 million birinchi pozitsiyasi, ikkinchi pozitsiyasi 260 million, uchinchi pozitsiyasi 280 million. 280 million so'm. Har bittasidan 15 million chegirma. 15 million chegirma qilib beriladi. Endi aka avtomobillarda hozir Julionni ham ko'rsatib olaylik, keyin rasrochkalarga o'tamiz. Avval Julion avtomobilimiz. Bular ham 3 pozitsiyada bo'ladi. Birinchi pozitsiyasi 280 million, ko'rib turganingiz 310 millionligimiz, uchinchi pozitsiyasi 330 million narxi. Mana shu 3-pozitsiya. Mashinasi 3-pozitsiyasi. Head-up display, sleeper zona, samotan mashina, palasud mashina tizimlari mavjud bunda ham. Hamma yordamchi funksiyalar bilan boyitilgan avtomobil. Ko'rib turibsizlar, parollar. Mashinada mana disklchoy dostuplari bor. Salon holatini ko'ringlar, qoraga qora salon ham boshqacha aytayapti. Nima deysizlar, selektorimiz shayba bilan ijro qilingan. Bu tomonda jismoniy knopkalar, monitorlar, avtomobilda multi rul, elektron boshqaruvga ega bo'lgan o'rindiqlarimiz. Mana orqasini ham bitta ko'ringlar, orqasi ham juda ham keng. Keyin havalga tegishli bo'lgan narsalardan bittasi, mana u pastda tanel yo'q, tumalaqcha bo'lmaydi bunda. Sizlar avtomobilda 3 kishi bemalol orqada ketsa bo'ladi va orqa o'rindiqlarda ham sidina bagrev bor. Funksiyalari bor yaqinlar. Mashinani narx-navolarini aytdik, xudo xolasa. Xo'p, aka, bularda endi mana misol avtomobillarimizga tegishli bo'lgan rasrochkalar haqida gapirib o'tsak aka. Xo'p, hamma avtomobilimizga ko'rib turgan hamma avtomobilimizga boshlang'ich 30% dan 60% to'lov qiladigan bo'lsangiz, 1 yildan 24 oygacha yoki misol M6 modelimizga yangi aksiya chiqdi. Boshlang'ich 30% dan 70% gacha to'lov qiladigan bo'lsangiz, 1 yildan 48 oygacha, ya'ni 4 yilgacha rasulcha qilib o'zingizning nomingizga tan narxini bo'lib to'lash orqali xarid qilsangiz bo'ladi. Bo'ladi. O'zini pulini bo'lib to'lash. Shunda ko'pchilik podpischilarimizda rasrochka deb boshqa deb shubha paydo bo'lyapti. Ya'ni ustiga pul qo'shiladimi, boshqa bo'ladimi? Yo'q, bularda o'zini tan narxini bo'lib beramiz, xolos. Shunchaki bitta pasport evaziga o'zini pulini bo'lib to'lashga avtomobil xarid qilmoqchi bo'lsanglar, sizlar bemalol kelib xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Undan tashqari yana bir qator eslatib o'taman, chegarasiz drive'da H9 da minib ko'rmoqchi bo'lgan yaqinlarim sizlarni Haval Andijonda kutib qolamiz. Albatta kelinglar, tashrif qilinglar, avtomobilni motor quvvatini ko'rasizlar, hadovoy chasta bemalol. Ancha yumshoq mashina hamda bagati mashinani minish qandaydir boshqacha bo'lsa kerak, albatta. Shunaqa qo'shimcha bonus va sovg'alarga ega bo'lishingiz mumkin. Ega bo'lasizlar, yaqinlar. Kelinglar, ko'ringlar. Men sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Endi yana bitta narsa, aka, hozir hamma avtomobillarimiz hamma ranglari nalichida bor. Nalichida bor, aka. Nalichida bor. O'sha u chekka debdi Wingilni ham bitta ko'rsatib beraylik, aka. Mayli, aka. Haval Wingil. Haqiqiy off-road avtomobil yaqinlar. Buni ham test drive'ini qilganmiz, o'sha Toshkentda chaqirishganda. Test drive qilib, haqiqiy bu avtomobilimiz ham off-roadga hisoblanadi. Sababi bu ham ramaga terilgan, bu ham ramli kuzov hisoblanadi. Shuni hisobiga 4 ta balon tortadi. 2.4 atmosferli Mitsubishi motor hisoblanadi bunda. Motor sistemasi Mitsubishi yaqinlar mana.
off-road pikap xohlaganlarga mana avtomobil sizlar uchun. Salonlarini ko'ringlar, juda ham keng, elektron boshqaruvga ega bo'lgan o'rindiq, kojinli barlari bor. Ko'rib turibsizlar mana. Avtomobilni orqasini qo'shish, uzish bor, mexanический korobka, klimat kontrollarimiz bor, multi rul mashina. Xudo xolasa sizlar uchun, aynan pikap xohlaganlar uchun yaxshi variantli avtomobillardan bittasi mana orqa o'rindiqlari. U ham keng. Endi mana bunda panel borligi, chunki avtomobilimiz turobani tortadi. Bu joyda o'sha nimamiz o'tgan. Kardanga kardanimiz o'tgan. 1 tonnagacha yuk ko'taradi и zadniy kamerasi ham mavjud bunda, ya'ni sensor datchiklar hamda zadniy kamerasi bor. Orqani ko'rib ketish kamerasi bor. Yaqinlar buni uzun bo'lgan avtomobilga, ayniqsa off-road bo'lgan avtomobilga juda ham kerakli funksiya. Xo'p, bu mashinamiz necha xil komplektatsiyada bor va narxi necha pulda aka? Faqat bitta komplektatsiyada bo'ladi. 359 ming 9 ming ko'rib turganingizdek. 359 ming 9. Bunga ham rasrochkalarimiz bormi? Yo'q, bunga rasrochka yo'q. Bunga hali beri ochilmadi, lekin ochilishi mumkin. Mumkin, xudo xolasa. Kelinglar, buni ham ko'rishlar mumkin. Avtomobilni aytib o'tilganidek, Haval avtomobillarini ehtiyot qismlari taniqli brendlarga tegishli. Hozir biz mana shu avtomobilda to'xtaldik xolos, lekin qolganlari ham taniqli brendlar. Hammasi taniqli brendlar. Yig'indisi yaqinlar. O'zimiz ADM Jizzaxda sportga bo'ladi, ya'ni servisidan, zapchastlaridan muammosi bo'lmaydi. Avtoservis o'zimizda 5 yil yoki 150 ming kilometrga garantiya beriladi. Kafolat beriladi. Kafolat 5 yil yoki 150 ming kilometr kafolat, bu o'z-o'zidan bo'lmaydi. Yaqinlarim, imkoniyatlardan foydalanib qolinglar. Men sizlarga shuna ma'lumotlarni berish uchun Haval Andijonga tashrif buyurgandim. Qahramonjon akamiz bilan birgalikda ushbu ma'lumotlarni sizlarga berishga harakat qildik. Aka, sizga eng katta rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Akam inshaalloh o'zlari shu yerda bo'ladilar yaqinlar. Bemalol kelib kelsanglar, tezroq qilib, grafiklarni chiqarib, chiroyli qilib bonuslarni qilib beramiz. Beriladi yaqinlar. Hammanglarga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha